Mirobod Avenue turar joy majmuasiga kelganmiz edi bugun. Okay, bu yerda bilasizmi qanaqa hisoblanar ekan kvartiralarning narxi? Agar oynalaringiz dvor ichiga qaragan bo'lsa, qimmatroq bo'lar ekan. Bizda hozir bitta shunaqasi chiqib qoldi-yu. Balkonimiz bor, shundoq dvorimiz tarafga qaragan. Mana bu manzarani o'zingizga bitta ko'rmasangiz bo'lmaydi. Juda chiroyli. Baribir menimcha Toshkent shahridagi eng chiroyli dvorlardan bittasi mana shu dvor hisoblanadi. Ko'rayotganingizdek juda chiroyli, o'zini ichida fontanlari, yashil maydonlari, детская plashatkalarigacha, o'rtada restoran jitillarimiz uchun qilib qo'yilgan yozgi oshxona, xullas dvorni birida bemalol eta olamiz. Bu turgan joyimiz aka domimizning podest qismi bo'ladi. Ikkitalab lift. Bizning xonadonimiz 8-qavatda joylashgan. Juda chiroyli deb mana qarang, podest o'zi ham chiroyli. Kirish eshiklarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Mana bu ruchka Face ID, bu yerda parol orqali, kartochka orqali, отпечатка orqali ham xullas xonadoningizga kirsangiz bo'ladi. Uje kalitni menimcha hech kim ishlatmayapti. Xo'p, xonadonimizga kiramiz. Qani bismillah kirdik. O'ng qo'lda mana bunaqa chiroyli oynali burchagimizda qilingan. Bu shkaf. Shkaf ochiladi. Ichini ko'rsatib o'tamiz. Bundoq bitta ko'rsatgan Timur. Podsvetkali bu kiyim iladigan joyimiz. Tegida bo'lsa, ko'rayotganingizdek oyoq kiyimlar uchun sharoitlari qilib qo'yilgan. Kirdik. Bu yerda bizning domofonlarimiz o'rnatilgan. Sanuzel hozir videoning oxirida ko'rsataman. Sanuzelimiz ham juda chiroyli. Bizning kirishimiz bilan Yevro zalimizni kutib oladi. Endi studiyniy deyilmayapti. Oshxona bilan zal bo'lsa, studiyniy deyilmayapti. Endi Yevro zal deyilyapti. Moykamiz, bu yerda ham polochniy oynali shkafimiz, texnikalar hammasi pech deysizmi, mikrovolnovoy pech deysizmi, bu yoqda bekitilgan bizani mebelli ichida xolodilniklarimizgacha qo'yib qo'yilgan. Undan tashqari mana vitishkani qarang, вообще zo'r, juda kattasini qo'yib qo'yishdi. Buni yoqib qo'ysangiz-chi, menimcha uyga umuman hidi urib ketmaydi. Xo'p, divanli zonamiz bor, bilmadim. Menimcha ham bitta stol ham qo'yib yuborsa bo'lsa kerak, chunki joy juda katta qolibdi. Xo'p, bu divanli zonamiz xuddi shunaqa televizorlarimizni qilib qo'yilgan. Polochniy shkaflarimiz, balkon qismimiz, balkonni ham videoni ko'rsatdim. Bu xonadonimiz bizning Mirobod Avenue'ni A blokida joylashgan. Mana shu zalimizdan ham video dvorga qaragan va yotoqxonamizdan ham video dvor tarafga qaragan. Oynalarimiz panoramli, bir yoq tarafimizda vstroyniy shkaf, kravatlarimizni ko'rayotganingizdek, xullas hamma mebellar qo'yilgan. Bu yerda bitta televizor yetishmayapti-da. Mana shu bitta dona xullas televizor qo'yib yorsangiz, yanada boshqacha ochadi. Xo'p, remontimiz qanaqa chiqibdi? Albatta 1 dan 10 gacha baholab o'tishni unutmang. Bu yoq tarafda bizani sanuzel qismimiz joylashgan. Sanuzelimiz ham ko'rayotganingizdek keng. Bu umumanligimiz, bu yoq tarafda dush kabina va bu yon tarafda sanuzelimiz qilingan. Xullas keng qoldirilgan. Xullas 55 kvadratdan juda chiroyli sifatda foydalangan dizaynerimiz. Albatta dizayneri ishini ham 1 dan 10 gacha baholab o'ting. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, $255,000 so'ralyapti. Bu albatta boshlang'ich narxi. O'tib beradigan joyi bor. A blok deb o'zi Mirobod Avenue A blok dvorga qaragan ekan, oynalarida bu любой tanishingizdan so'rasangiz aytishadiki, investitsiya kiritib qo'yur, yaxshi joy olib qolasangiz chet elliklarga ijaraga topshirib qo'yishga yoki o'zingiz yashaysiz ham menimcha bilasiz, shaharga любой joyga xullas bir qadam lokatsiyada joylashgan. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Уведомленияni, ya'ni qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, chunki har bitta video qo'yganimizda sizga уведомление kelib turadi. Mana shunaqa eksklyuzivniy proyektlarni o'tkazib yormaslik uchun. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman, murojaat qilaverasiz.